Anvar yoshligida bo'shangina bir bola edi. O'z tengi bolalar bilan oz aloqa qilar, ularga kam aralashar, ortiqcha o'ynab emas. Hamisha uning ko'zida bir nur yotardi. Bu holat balki oila baxtsizligidan, ota-ona bag'rida yayrimaganligidan tug'ilgandir, desak, uning ikki og'asi bunday emas edilar. Bir onadan necha xil bola tug'iladi deganlaridek, Anvarning yaratilishi og'alariga nisbatan boshqacha edi. Ushbu parchalar Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romanidan olingan. Barcha kitobxonlarga o'qishni tavsiya qilib qolamiz.